2026-yilda steyashka va beton narxlarini aytib o'tamiz. Hozirda xo'p, bu yilgi trend desak ham bo'ladi. Mana steyashkani tagiga ko'rishingiz mumkin. Plyonka tashab, mana plyonka, birli plyonka va ustidan falga izolon tashab turib, keyin setka 15 lik setka steyashkamiz mana 7-8 sm quyilyapti. Bu nimaga falga, plyonka nimaga tashalyapti desalaring, bu zaxni oldini oladi. Mashitlarga mana polni tashalgan. Bad darvozaxona bo'ladi. Endi odam ko'p yuriladi, boshqa bo'ladi. Mana daji mana bu yoqqa ham tashalgan hammasiga. Ertaga oyoqdan zax o'tmaydi, bu yer kafel bo'ladi. O'sha yerni namini o'tkazmaydi tevaga. Past o'zida qolib ketadi zaki. Oyoqdagiz o'sha issiq bo'ladi, kak issiq steyashka bo'ladi. Xo'p, manzilimiz Farg'ona viloyati, Toshloq tumanidan bo'lyapti. Hozirgi steyashka narxlari mash holatiga, shu holatiga, hop, 45 ming so'mdan 1 kvadratini qo'shyapti ustolar. Tekis nolga qala mana chekkalarga sokol sapaji bilan chiqarishib olgan. Bu yoqlar bilan nolni chiqarib, nolga 7-8 sm qilib 45 ming so'mdan o'sha plyonka tashab, falga ustidan setkani tashab tekizlab quyishyapti. Bu steyashka erta yorilmaydi ham, chunki setkasi bo'ladi. Mazza qilib bemalol qishki kunda ham oyoqdan sovuq zax o'tkazmasdan bemalol yursangiz bo'ladi. Yangi steyashka qilmoqchi bo'lganlar xuddi shunaqa qilib qilsangiz, tagiga daji 2 li penaplex po'kay bor. Shundan tashab yuborsangiz, nur ustiga nur bo'ladi, vobshe zo'r bo'ladi. Mana bu yoqlarni ko'rsataman. Bu yer podval bo'ladi, mana ko'rishingiz mumkin. Setka, izolon, plyonka tashalgan. Polni mana. Uyni ichiga endi bemalol steyashka qildirib, kafel bossangiz bo'laveradi. Oyoqdagi zax bo'lmaydi endi. Bu tajribadan o'tgan narsa. O'zimiz uyga 2-3 yil oldin qilganmiz. Endi bu yangi uyimizga, yangi chekimizga qildiryapmiz. Shunaqa qilib bilib qo'ying, videoni saqlanib qilib qo'ying, hamda obuna bo'lishni unutmang. Sizga kerakli narsalarni qo'yib boramiz. Ertadan mana o'sha sokol boshlanadi. Sokolni narxlarini, hop, kerama granitni narxlarini aytib o'tamiz sizlarga. Qanchadan olib kelindi? Prямо zavoddan o'zidan olib kelganmiz, Qo'qon zavoddan. Arzon narxlarda. Shular narxlarini, sokol fasonini qanchadan qilishyapti, hammasini aytib o'tamiz.